Italiyaning Milan shahridan assalomu alaykum barchaga. Biz hozir Sohibjamol va Maxluqda ko'rgan qasrlaringizdan ham katta qasrni oldiga kelganmiz. Italiyaning Milan shahrida joylashgan. Dunyoda saborlardan ikkinchi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Qisqacha ma'lumot yetkazaman bu qasr bo'yicha. Qaranglar, qasrda eniga 157 metr, bunaqasiga 92 metr, balandligi 108 metr. O, ana haykalchalar bor-ku, 3400 ta haykalcha bor mana shu. Bu qurilish naq 600 yil davom etgan, 600 yil. Endi 1965-yil meni Alisher amakim bor. Shu amakimlar tug'ilgan vaqtda bu qasr qurib bitirilgan ekan. 1385-yil, 86-yilda qurilish boshlangan. Naq 600 yil davom etgan bu qasr. Polnisi mramor, hamma joyi. Ya'ni cherkov ichida ana xristianlar kirib sig'inib chiqayotgan joy. Faqatgina tashqarisi odamning e'tiborini tortadi bizdan yana. Xullas, juda ham dahshat, yo'llarni ham ko'rsataman. Qo'shimcha kadrlar oralariga tiqoramiz, juda ham dahshat qurilgan. 600 yil qurilgan zdaniya gap bo'lishi mumkin. Mas hozir ham ozgina restavratsiya ishlari ketyapti. Qasr bo'yicha odam juda ham ko'p, ko'rib turibsizlar. Dunyoning hamma mamlakatidan tashrif buyurgan odamlar endi mana shu yerda turib rasm, videoga olish bilan ovora. Bizda ham shular qatorida rasm videoga ma'lumotlar yetkazishga harakat qilyapmiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.